O'rtoqlar, Ko'la magazinda ko'chasi kelganmiz. Qarshi shahar Ko'la magazinda juda ham ko'p kishi bilsa kerak. Shu yerda yo'l ustidan quyosh tarafda turgan 74 kvadratli yangi domlardan 4 qavatli domni 3-qavatda joylashgan, o'rtalikda joylashgan. Uyimiz sotuvga chiqyapti. Xonalar 2 xona. Ko'rishingiz mumkin. Bu asosiy eshigimiz. Bir xushkamiz anchagina keng. Ko'chishga tayyor holda turibdi. Hamma narsasini olib chiqib ketishga tayyor. Birdan sotib olsangiz narsalarni olib chiqib ketamiz deb taxlab qo'yibdi. Birinchi xonamiz bu yerda, sanuzorlar alohida yuvinish xonasi. Bu tarafda hojatxonasi, bu yerda esa oshxonasi joylashgan. Duh konturli kotyonlari bor. 3-qavatdan yuzlab yurgan tanishlarga bemalol jo'natib qo'ysangiz bo'ladi. Narsalarga ko'p e'tibor bermaymiz. Mana shu holatda bo'ladi. Konditsionerlar bor, duh konturli kotyonlari bor. Hamma narsasi yaxshi holatdagi yangi dom. Narxi keladigan bo'lsak, narxini 530 million so'm deyishmoqda egalari. Savdosi bor, kelib savdo qilib bos yoradigan joy. Mana shunday tanishlarga, yuzlab yurgan tanishlarga bemalol jo'natib qo'ysangiz bo'ladi.